Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga darsliklarimizni davom ettiramiz. Demak, o'zlashtirgan so'zlar yordamida kundalik hayotimizda tez-tez takrorlanadigan so'zlar yordamida bo'ladi. E'tibor beramiz. Birinchi demak gapimizga desidera una panino. Ya'ni siz buterbrodni xohlaysizmi? Si, un panino per piacere. Ha, iltimos deyilyapti. Keyingi gapimiz desidera una pasta. Si, una pasta per piacere. Siz pirojni xohlaysizmi? Ha, bir dona. Iltimos. Desidera un gelato. Marojni xohlaysizmi? Si, un gelato per piacere. Desidera un caffè. Si, un caffè per piacere. Kofe xohlaysizmi? Ha, bir dona kofe deyilmoqda. Xuddi mana shunday uslubda, tartibda ko'p takrorlasak, albatta oddiy holatga aylanib qoladi. Hozircha salomat bo'lasiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.